Assalomu alaykum. Bugungi videomizda jahannam qayerdadir degan savolning javobini o'qiymiz. Bismillah. 3-savol. Jahannam nerededir? 3-savol. Jahannam qayerdadir? El-javob. Qul innamal ilmu indalloh la ya'lamul g'ayba illalloh. Deginki, dar haqiqat ilm Allohning huzuridadir. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Cehennemin yeri bazı rivayetle tahtel arz denilmiştir. Cehennemning joyi ba'zi rivoyatga ko'ra yerning ostida deyilgan. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi küre-i arz hareketi seneviyesiyle ileride mecmai haşr olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Başka joylarda bayon qilganimizdek, ya'ni oldingi videoda shu joyni o'qidik. Mana shu muallif ishorat qilayotgan joyni mahshar maydoni qayerda degan videomizda o'sha mavzuni o'qidik. Shunga ishorat qilyapti. Küre-i arz yillik harakati bilan kelajakda hashr majmai bo'ladigan bir maydonning atrofida bir doirani chizmoqda. Demak, Küre-i zaminning 1 yillik harakati, shu 1 yillik harakatning ichidagi doira, shu doira kelajakda mahshar maydoni bo'ladi. O'sha mahshar maydonining atrofini chizmoqda yillik harakati bilan. Cehennem ise arzın o medarı senevisi altındadır demektir. Cehennem ise yerning o'sha yillik doirasining ostida demektir. Mana shu yerning ostida deyishini aytibdiki, cehennem ise yerning o'sha yillik harakatining ostida bo'ladi. Mahshar maydonining ostida degan ma'no bildiradi deyapti. Görünmemeleri ve his edilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Ularning ko'rinmasligi ve his qilinmasligi perdeli ve nursuz ateş bo'lganligi uchundir. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede pek çok mahlukat var ki nursuz oldukları için görünmezler. Küre-i arzning sayohat qilgan büyük masofasida ko'plagan juda ko'p mahluqot borki, nursiz bo'lganliklari uchun ko'rinmaydi. Ana shu 1 yillik harakat bilan chizayotgan doiraning ichida ko'plagan mahluqot borki, ularning nuri bo'lmaganligi uchun yoki nurni aks ettirmaganligi uchun ular bizga ko'rinmaydi. Baya yuqorida ham aytib o'tdi, perdali bo'lganligi uchun. Perdali ve nursuz. Demek ba'zi bir jismlar bor, samoviy jismlar. Ular perdelengan. Ya nur tushmaydi, shuning uchun nurni aks etmaganligi uchun yoki yana boshqa sabablar bilan ular bizga ko'rinmaydi. Kamer nuru çekildikçe vücudunu gayip ettiği gibi nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Qamar, mesela qamar ne aytyapti? Nuru çekilgan paytida, tortilgan paytida, yo'qolgan paytida vücudunu g'oyib etgani kabi, ya'ni vujudi ham yo'qoladi, ko'z o'ngimizda yo'q bo'lib qoladi. Holbuki ko'z o'ngimizdadir, lekin ko'rinmaydigan bo'lib qoladi. Shuni aytibdi. Ana shunday ko'rinmay qolgani kabi nurni aks ettirmagan paytda. Xuddi shuningdek nursiz ko'plagan kuralar bor va mahluqlar ko'z o'ngimizda, ko'zimizning o'ngida bo'lib turib ko'rmaymiz. Cehennem ikidir.
ikki xil jahannam ikkiga bo'linadi. Ikki xil jahannam bor. Biri so'ra, kichigi, biri kubradir. İkincisi katta jahannam. İleride so'ra, kelajakda kichkinasi kübraya inqilab edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Kelajakda kichkinasi kattaga aylanishi kabi ve onun doni hukmida bo'lganligi kabi kelajakda o'sha buyuk jahannamning ichidagi bir manzil bo'ladi deyapti. Demak, kichkina jahannam ham buyuk jahannamning doni, urug'i ham buyuk jahannamga aylanadi ve kelajakda o'sha buyuk jahannamning ichidan bir manzilni tashkil qiladi kichkina jahannam. Cehennemi suğra yerin altında yani merkezindedir. Endi kichkina jahannam esa yerning ostida, yani kure zaminning ostida, yani merkezidedir. Yadrosida demek. Kürenin altı, elbette ki kürenin, yani şarның asti merkezidir. Onun merkezi bo'lib hisoblanadi. Alemi tabakatul arzca malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta bir dereceyi hararet tezayüt eder. Yer tabakalarını o'rganadigan ilmga ko'ra shu narsa ma'lumki, ya'ni geografiya fanini aytyapti. Ma'lumki, aksar her 33 metr chuqurlikda bir derece hararet derecesi artıp boradi. Demek her 33 metrede hararet bir derece ko'tariladi deyapti. Bir derece ko'tariladi her 33 metrede chuqurlikda. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz 6000 kusur kilometre olduğundan 200.000 dereceyi harareti cami, yani 200 defa ateşi dünyeviden şedid ve rivayeti hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Demek merkezge kadar ta nısfı kutul arz, yani radyusu, yer şarının radyusunu depti. Yer şarının radyusu 6000 kusur, tahminen 6000 kilometr bo'lganligi uchun 200.000 derece hararetga ega. Demek ki zaminning qarnidagi, markazidagi hararetning derecesi 200.000 bo'ladi. Agar bayaq hisoblab ketadigan bo'lsak, sathidan boshlab markazga qadar har 33 metrda bir derece ko'tariladigan bo'lsa, markazgacha 6000 kilometr. 6000 kilometr bo'lgandan keyin taxminan 200.000 derece bo'lar ekan. Yani 200 defa, yani 200 hissa ateşi dünyevi alovdan şedid, yani de kuchliroq ve rivayet hadise ve hadisda kelgan rivoyatga muvofiq bir ateş bor deydi yerning markazida. Çünkü haqiqatan hadisda men bir ko'rgan edim. Shu hadisda 200 esa ko'p deb kelgan hadis bor. Uni keyin o'zlaringiz o'qib olsangizlar bo'ladi. Hozir hadisni izlab topish juda oson bo'lib qoldi. Uni manbasini ham topish oson, uning ravisini ham izlab topish oson. Shuning uchun hadislarni bu yerda aytilgan deb ketishga ko'p to'xtalmaymiz. Bularni bu zamonda topish juda ham oson bo'lib qolgani uchun rivoyatlarning matnini bermaymiz. Muallif ham u narsani bergan emas. Shuning uchun asl mavzuning ustiga to'xtalamiz. Mavzu cehennem qayerdadir? Şu cehennemi sonra mana şu kichkina cehennem, yani yer merkezidagi cehennem. Cehennem kübraya ait çok vezaifi
dünyada ve alemi berzahta görmüş ve hadislerle işaret edilmiştir. Mana shu kichkina cehennem büyük cehennemge ait bo'lgan ko'p vazifalarni dunyoda va barzah olamida ko'rgan va hadislar bilan ishorat qilingan. Ya'ni hadislarga qaraydigan bo'lsak, ma'nolarga e'tibor beradigan bo'lsak, shu yerda payg'ambarimiz bildirib ketgan. Kichkina ishoratlar qo'yib ketgan. Ya'ni yerning ichidagi kichkina jahannam dunyoda va barzah olamida katta jahannamning vazifalarini ko'radi. Masalan, shularning biri azob berish. Masalan, buyuk jahannamning vazifalarining biri mujrimlarga, gunohkorlarga azob berish bo'lsa, kichkina jahannam ham azob beradi. Anda bir hadis bor. Qabr jahannam chuqurlaridan bir chuqurdir deydi. Qabr jahannam chuqurlaridan bir chuqur degan matndagi bir hadis bor. Uni keyin o'zlaringiz izlab, yana o'qib ko'rib olsangizlar bo'ladi. Ana shunday. Shu holbuki qabr bu dunyoda, to'g'rimi? Ya'ni qabr bir ajoyib narsa, ham bu dunyoga qaragan jihati bor, ham barzah olamiga qaragan jihati bor. Ana shunday bo'lgandan keyin qabr azobida berilgan azob asli ana shu jahannamga aloqador bo'lgan jihati bor. Payg'ambarimiz ana shunday hadislar bilan ishorat qilib ketgan. Alam oxiratda, ya'ni oxirat olamida esa küre-i arz nasılki sekenesini medarı senevisindeki meydanı haşre döker, öyle de içindeki cehennemi surayı dahi cehennemi kübraya emri ilahi ile teslim eder. Yani qanday ki mesela ahiret aleminde küre zemin özünün ahalisini yillik ana shu aylanish bilan chizib katta doiraga to'kadi, ya'ni hashr maydoniga to'kkani kabi, xuddi shuningdek ichidagi kichkina jahannamni ham katta jahannamga ilohiy amr bilan taslim qiladi dedi. Ehli itizalın bazı imamları cehennem sonradan halk edilecektir demeleri hali hazırda tamamıyla imbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Endi ehli itizal deyapqani Mu'taziliya mazhabiga mansub bo'lganlar. Ana shularning ba'zi bir imomlari ular aytgan ekanmishki, jahannam keyin yaratiladi degan. Bizlar ahli sunna va jamoa jahannam yaratilgan deb bilamiz va biz shunga ishonamiz. Hozir kunda jahannam bor deymiz. Bularning jahannam keyin yaratiladi deb aytishlari hali hozirgi payt jahannam to'liq bilan ochilmaganligi uchun, kengaymaganligi uchun va o'z aholisiga, jahannam ahliga to'liq munosib bir tarzda inkishof qilmaganligi uchun, ya'ni o'z ahliga munosib bir shaklda emas hozirgi jahannam, yaratilgan jahannam. Shunday bo'lgani uchun ularning jahannam yaratilmadi deb aytishlari albattaki g'alatdir. Ya'ni xato va nodonlikdir. Jahannam bor aslida. Yaratilgan. Faqatgina u o'z ahliga munosib shaklda emas. Ya'ni jahannam ahlini qabul qiladigan darajada emas. U ertaga qiyomat qoyimdan keyin Allohning amri bilan ana shu munosib shaklga kiradi. Halbuki jahannam yaratilgan. Hem perde-i gayb içindeki alem ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Hem aytadi ki perde-i gayb ichidagi oxirat olamiga oid bo'lgan manzillarni mana shu dunyoviy ko'zimiz bilan ko'ra bilish uchun
yoki dunyoviy ko'zlarga ko'rsata bilish uchun oxiratga oid bo'lgan manzillarni yo koinotni 2 viloyat darajasida kichraytirish kerak yoki ko'zlarimizni kattaytirib yulduzlarchalik buyuk qilish kerakki, toki ana shu oxiratga oid manzillarni ko'rib o'rnini tayin qila bilik. Vel ilmu indalloh. İlim Allah'ın huzuridadir. Ahiret alemine ait menziller. Ahiret alemiga ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Elbette ki bu dünyevi gözlerle görülmeydi ahiretga ait menziller. Fakat bazı rivayetin işaretiyle ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Lekin bazı bir rivayetlerinin işareti bilen yani hadislarda kelgan ekanmishki, ahiretdagi cehennem mana shu dunyomiz bilan munosabatlardir. Arasida munosabat bor. Yazın şiddeti hararetine mesela yaz paytidagi, yaz mavsumidagi chilladagi issiq havoning esishiga hadisda min fayhi cehennem deb aytilgan deydi. Payg'ambarimiz shunday deb aytgan. Cehennemden esgan shamol yoki cehennemden kelgan shabada yoki cehennemning nafasi degan ma'nolarga keladi. Ana shunday deb aytgan ekan payg'ambarimiz chillaning haroratiga. Demak, bu dunyoviy küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Demek mana shu dunyoviy ko'zimiz bilan, ya'ni ko'p narsalar bilan cheklangan dunyoviy ko'zimiz. Oddiygina mana shu ko'zimiz havoni ko'rmaydi, mikrobni ko'rmaydi, ultrafiolet nurlarni ko'rmaydi masalan. Va shunga o'xshagan minglagan narsalardan ko'zimiz ko'rishdan ojiz bo'lib qolgan ko'zimiz albattaki oxirat olamiga oid bo'lgan va ko'plagan pardalar bilan, g'ayb pardalar bilan pardalangan manzillarni, oxiratga oid manzillarni ko'zimiz ko'ra olmaydi. Kichkinagina va so'nik aql ko'zimiz bilan u o'sha buyuk bo'lgan jahannam albattaki ko'rilmaydi deydi. Fakat lekin ismi hakimin, Allohning hakim degan ismining nuri bilan ko'rsatish bilan, ishorat qilish bilan, ana shunga misollar bilan, tamsillar bilan yoki ana shu hikmatli jihatlarni bizlarga ko'rsatish bilan, hakim ismining nuri bilan boqabiliriz, qarashimiz mumkin. Shuniki quyidagicha deb davom ettiryapti. Bu mavzu juda katta mavzu. Shuning uchun videoni ikkiga bo'lishni ma'qul ko'rdim. Inshaalloh Alloh nasib ro'za eylasa, kelasi videoda davomini o'qiymiz. Mana shuncha hali davomi bor. Inshaalloh kelasi videoda o'qiymiz. Vassalam.